Jamoat orasidagi ishonch va ishonch krizisi. Jamoat orasidagi ishonch qulum qo'shnilar, jamoat cho'nglari, rahbarlar va tashkilotlarning ishonchlik, ochiq-oshkora, qobiliyatlik va yaxshi niyat bilan harakat qiladiganligiga bo'lgan o'rtaq ishonch bo'lib, u buzilganda ishonch krizisi yuz beradi. Natijada jamoat orasida, jamoat bilan jamoat cho'nglari va rahbarlar orasida, jamoat bilan tashkilotlar orasida keng ko'lamda gumon va o'zaro ishonchsizlik paydo bo'ladi. Jamoat orasidagi ishonchning asosiy va konkret mazmuni. Jamoat orasidagi ishonchning asosiy har bir shaxs va tashkilotlarning va'dasiga amal qilishi va uningga ishonish bo'lib, u yana tovandagilarni o'z ichiga oladi. Oshkora, qulaylik va samimiy aloqa yo'llariga ega bo'lish. Jamoat cho'nglari va tashkilot beshidagilarning o'z xizmatini yaxshi ishlash uchun amaliy mahoratga ega bo'lishi va jamoatning uningga ishonchi bo'lishi. Ilingan qarorlarning shaxsiy manfaat uchun emas, balki o'rtaq manfaat uchun chiqarilishi va jamoatning uningga ishonishi. Jamoat orasida ishonchsizlik yoki ishonch krizisi yuz berganda kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Jamoat orasida ishonch krizisi ko'rilganda, u faqat kishilar o'rtasidagi so'g'uqchilik bilan cheklanib qolmaydi. U bir jamiyatning ruhiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'lini yemirilishiga sabab bo'ladigan yomon oqibatlarni keltirib chiqaradi. Xalq ichidagi ijtimoiy parchalanish va bo'linishni keltirib chiqaradi. O'zaro ishonch yo'qolganda kishilar bir-biriga gumon bilan qarashga boshlaydi. Kishilar orasida hamma odam o'z manfaatini o'ylaydi deydigan qarash umumlashib, kollektiv jamiyat o'rniga bir-biridan ansiraydigan shaxslar to'plami paydo bo'ladi. Bu ahvol jamoatning o'zaro yordamlashishi va hamkorlashishini ojizlatadi. Tashkilotning iqtisodiy kuchi ojizlaydi. Iqtisod ishonch asosida yaxshi taraqqiy qiladigan bo'lib, ishonch krizisi yuz berganda kishilar oson iyona qilmaydigan bo'ladi. Hamkorlik yo'qaydi. Kishilar birlikda sheriklashib ish qilishdan andisha qiladigan bo'ladi. Pul muomala va fursatlar ozlaydi. Jamoat ichidagi o'zaro mablag' silish va o'zaro yordam qilishda ig'ir chekinish bo'ladi. Asossiz gumonlar avj oladi. Ishonch bo'lmagan joyda rasmiy va ochiq-oshkora aloqa buziladi. Uning o'rniga o'sak so'zlar, gumoniy farazlar va qaralashlar ko'payadi. Kishilar bir-birining yaxshi ishlaridan qusur izlashga va yaxshi niyatdan gumon qilishga boshlaydi. Ichki ziddiyat texmi cho'nqirlashadi. Tashkilotlar va tashkilot rahbarlari e'tiborsizlashadi. Jamoat ichidagi tonilgan shaxslar va tashkilot rahbarlarining so'zining qimmati qolmaydi. Hatto to'g'ri yo'l ko'rsatgandimi, ammo uningdan gumon qiladigan va yoki uni qabul qilmaydigan, ularning birlik va ittifoqlik chaqiriqlariga pisand qilmaydigan passiv ahvol shakllanadi. Jamoat orasida ruhiy bisim va yolg'izlik ig'irlashadi. Ishonchsiz muhitda yashash kishilarda ansizlik, jiddiylik va qo'rqinch hissiyotini paydo qiladi. Kishilar ko'nglidagini ochiq aytolmaydigan, yaqin kishilardan ansiraydigan bo'lib qoladi. Bu kishilarning ruhiy sog'lomligiga va oila, do'stlik munosabatlariga ig'ir ziyon yetkazadi. Yaxshi kishilarning o'zini tortib olishi va chekinishni keltirib chiqaradi. Ishonch krizisi yuz berganda jamoatga foydali ish qilmoqchi bo'lgan, ko'yinadigan va samimiy kishilar ruhiy bisim va gumonga uchirganlik sababidan ularning aktivchanligi ojizlaydi. Natijada jamoat foydali kuchlar va yaxshi niyatli xizmatchilardan mahrum qoladi. Jamoat orasida ishonchsizlik yoki ishonch krizisi paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan omillar. Iqtisodiy va ijtimoiy shikoyatlar. Adil bo'lmagan iqtisodiy sistemalar, adolatsizlik va tengsizlik to'g'risidagi keng ko'lamli andisha va shikoyatlar jamoat orasidagi ishonchni tuvanlatadi. Qutublashgan xato va salbiy uchurlar. İctimai taratqulardagi har xil xato va salbiy uchurlar, ig'ir darajadagi shaxsiyatchilik, qutublashgan taratqular har xil faktlarga gumon bilan qarashni va qo'shnilarga yoki farqli tashkilotlarga gumon bilan qarashni paydo qiladi. Jamoat axloqiy va intizom. Kishilar bo'libmi jamoat orasida ta'sir bor cho'nglar, tashkilot rahbarlari prinsipli xatolik o'tkazganda
va yoki jamoatni parchalashga sabab bo'lganda hech qanday jazolanmasligi ham shundaqla ularning takabburlik qilmishlari jamoat orasidagi ishonchni buzib tashlab, ishonch krizisi paydo qilishi mumkin. O'zaro inkor qilish. Jamoat orasida ta'siri bor cho'nglar va tashkilot rahbarlarining hasadxo'rligi, qizg'inchiqligi va yoki normal bo'lmagan raqobat sababidan o'zaro inkor qilishi ularning jamoat orasidagi obraziga og'ir darajada ta'sir yetkazib, jamoat orasidagi ishonchsizlikning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Samimiylik, prinsipchanlik va odillik. Jamoat orasidagi bo'libmi jamoat ichida tonilgan shaxslar va tashkilot rahbarlaridagi samimiylik, prinsipchanlik va odillik jamoat orasidagi ishonchning asosi. Agar ularning har qanday biri kamchil bo'lganda, jamoat orasida ishonchsizlik paydo bo'lishi mumkin. Jamoat orasidagi ishonchni qayta qurish yo'llari. Umumlikning manfaatiga uyg'un qaror chiqarish. Ishonchni asliga keltirish uchun faqat yuqoridan tuvanga qartilgan buyruq xarakterdagi fuchurlarni ilgari surishning o'rniga qurilmulik shikoyatlarni hal qilish va jamoatning ovozini anglab, ularni ba'zi qarorlarga bevosita qatnashtirish. Jamoatni kuchlantirish. Jamoatga foydali har xil leksiya va tarbiyalash kurslarini uyushtirish, fondlarni qurib chiqish, asosiy qatlam tashkilotlari va egilik tiklashni taraqqiy qildirish, jamoat ichida ishga o'rinlashish fursati yaratish va jamoatning iqtisodiy asosini kuchlantirishga turtkilik rol o'ynash. Jamoat bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish. Jamoatga qulaylik aloqa vositalarini qurib chiqib, ularning ovoziga ahamiyat berish, jamoat orasida krizis paydo qilganlarga qat'iy yo'l qo'ymaslik. Samimiy, prinsipchan va odil bo'lish. Jamoat, bo'libmi jamoat ichida tonilgan shaxslar va tashkilot rahbarlari samimiy bo'lish, prinsipchan bo'lish va odil bo'lish orqali jamoat orasidagi ishonchni qayta tiklash mumkin.